qo'ylarimiz semirmasligiga o'ziga yarasha sabablari bor, ya'ni ularga qilib qo'yilgan sharoit. Mana bu bizni kichkinagina ikkita qo'y uchun qilib qo'yilgan qo'ra. Qachondan beri hashak solamiz mana oqiriga. Atak oqiri tagi ko'ryapsizlar, nam. Qurimasdan nam bo'lib qolaveradi. Unda biz ahmoqlik qilib manaqa tagini tuproq bilan ko'mib qo'ygan ekanmiz. Hozir mana tuproqqa yo'llarini ochib qo'ydim. Xudo xolsa havo kirib tursa menimcha, hop bu oqirimiz quriydi-da, yeyotgan hashaklarda ham sal hid degan narsa tozalikka sal rioya qilgan bo'lar ekanmiz. Shu paytgacha uncha e'tibor bermagan ekanmiz. Hozir qo'ramizni bu atroflari ham, yon atroflari o'ta qalin bekitib tashalgan. Mana ko'rib turibsizlar. Endi bularning bundan buyog'i yoz kelib qoladi, xudo xolasa. Bularni olib tashab, qo'ylarga yaxshilab sharoit qilib berish harakatini qilamiz. Bu yoqda mollarimiz bor. Bularga ham nasib bo'lsa, shu eskini o'rniga yangi bitta naves solish niyatidamiz. Chorvachilikka qiziqadigan akalar kanalga obuna bo'lib, like, podpiskani bosib, podpishka qilib turasizlar. Biz endi boshlayotganlarga bu motivatsiya bo'ladi. Hammaga rahmat.